Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari, tumanimiz aholisi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Olmazor tuman bo'linmasi tomonidan 2025-yil atrof muhitni asrash, yashil iqtisodiyot yili uchun yo'l xaritasi ishlab chiqilgan va yil davomida ushbu rejada belgilangan vazifalar amalga oshirilib borilmoqda. Jumladan, 2025-yil uchun hamkor tashkilotlar bilan mahallalarda, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini aholiga yetkazish, aholini kambag'allikdan chiqarishda yangi jamoat ruhini yaratish bo'yicha ma'naviy-ma'rifiy chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Dastur 41 banddan iborat bo'lib, bunda kambag'allikdan farovonlik sari tamoyili asosida tumandagi 64 ta mahallada kambag'allikni qisqartirish bo'yicha turli tadbirlar, suhbatlar olib borildi. Shu bilan birga har bir mahalladan 3 nafardan hoji ota va hoji onalarga kam ta'minlangan oilalar biriktirilib, yil davomida ular mahalla hokim yordamchilari bilan birgalikda oilalarga kirib, ularni shart-sharoitlarini o'rganib, moddiy va ma'naviy yordamlar bilan ko'maklashib borishdi va borishmoqda. To'y va boshqa marosimlarni tartibga solish, ixcham to'ylarni qo'llab-quvvatlash, dabdababozlik, isrofgarchilik illatlariga barham berish maqsadida maromiylik bo'yicha qo'shma chora-tadbirlar ishlab chiqildi va targ'ibot tadbirlari o'tkazilib borildi. 2025-yil davomida reja asosida aholini teatr, kinolarga jalb qilish maqsadida shahrimizdagi Alisher Navoiy nomidagi kinochilar uyiga, Muqimiy nomidagi musiqa drama teatri hamda O'zbek milliy akademik teatriga olib borildi. Aholini qadimiy shaharlar Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlariga ziyorat sayohatlariga va Kumushkon va Chimyon dam olish maskanlariga olib borildi. Olmazor tumanida ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, yoshlarni turli yot g'oyalardan asrash maqsadida joriy yilning iyun oyidan dekabr oyigacha mahallalarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida, oliy ta'lim hamda maktablarda, korxona va tashkilotlarda din ishlari bo'yicha mas'ul xodimlar ishtirokida 152 ta tadbirlar tashkil etilib, 10.640 nafar ishtirokchilar o'rtasida jaholatga qarshi ma'rifat, islom dini tinchlik dini mavzusida profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Tadbir ishtirokchilariga yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, shu jumladan diniy bag'rikenglik haqida hikoya qiluvchi Tinchlik qadri nomli qisqa metrajli rolik namoyish qilindi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida barcha ta'lim muassasalarida, mahallalarda vatan himoyasi muqaddas burch, milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni, men buyuk yurt farzandiman kabi mavzularda hamda joriy yilning 15-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida topshirilgan vazifalar yuzasidan dolzarb 90 kun doirasida 395 dan ziyod turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, davra suhbatlari o'tkazilib borildi. Bu tadbirlarga 17 mingdan ziyod yoshlar qamrab olindi. Azizlar, milliy qadriyatlar va an'analarimizni saqlash va milliy qadriyatlarimizni avloddan avlodga yetkazish maqsadida Juma ma'naviyat va milliy qadriyatlar kuni munosabati bilan milliy liboslarni kiyinib, unutilib ketayotgan urf-odatlarimizni yoshlar ongiga singdirishga qaratilgan tadbirlar tashkil etib borildi. Jumladan, tumanimizdagi 133-maktabda, Chig'atoy bozorida hamda Eski shahar mahallasida, shu bilan birga Beruniy maydonida bo'lgan bunday tadbirlar ommaviy axborot vositalari orqali qayta namoyish etildi. Tumanda aholi va yoshlarni kitobga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikda yozuvchi shoirlarni jalb qilgan holda 200 dan ortiq kitobxonlik tadbirlari, yangi bosmadan chiqqan kitoblar taqdimoti, davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil etilib borildi. Ushbu tadbirlarga jami 7200 dan ziyod kitobxonlar jalb etildi.
tumandagi Xastimon mahallasida ochilgan kitob do'koni barchamiz uchun yangi yil sovg'asi bo'ldi. Tumandagi 29 hamda 196 umumta'lim maktablarimizga Toshkent shahar hokimligi Ma'naviyat ma'rifat bo'limi tomonidan kutubxona fondini boyitish uchun 2000 dona kitob, bolalar adabiyoti, jahon adabiyoti hamda tanlangan asarlar to'plamlari sovg'a qilindi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Olmazor tuman bo'linmasi 2025-yilda amalga oshirishga ulgurolmagan loyihalarini 2026-yilda amalga oshirib, tumanimiz ravnaqiga o'z hissasini qo'shadi deb ishontiraman. E'tiboringiz uchun rahmat.